Yangi qit'a kashfiyotchisi Xristofor Kolumbga hasad qiladiganlar ko'p edi. Hasad bor joyda albatta g'iybat bo'ladi. Dengizchi bir gal qovoqxonaga kirsa, bir toda alamzadalar yana Kolumbning tomorqasiga tosh otishayotgan ekan. Dengizdan suzib o'tib, quruqlikka borish nima degan gap? Buni biz ham qila olamiz. Xristofor ular o'tirgan stol yaqiniga boradi va qovoqxona egasidan bir dona pishmagan tuxum so'rab oladi. Janoblar, sizlar udda bo'ron va donosizlar. Bunga shubha yo'q. Qani, mana shu tuxumni tik turg'azib beringlarchi. G'iybatchilar guruhi har qancha urinmasin, bu ishni uddalay olmaydi. Bo'ldi, o'zing qilchi, deyshadi nihoyat. Kolumb tuxumni oladida sekinlik bilan tirs etkazib stolga uradi. Tuxumning uch qismi biroz pachoq bo'ladi va u tik turib qoladi. Favqulodda holatni kutayotgan g'iybatchilar birdaniga guvrab yuboradi. Shu ham ishmi? Buni biz ham qila olamiz. To'g'ri deb javob beradi mashhur dengizchi. Faqat Kolumbdan keyin